Assalomu alaykum aziz ijod ahli, kitobxon o'quvchilar. Mana bugun anchadan beri kutilib kelayotgan uchrashuvimiz, onlayn uchrashuvimiz mehmoni O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Namangan viloyat bo'limi rahbari, El-yurt hurmati ordeni sohibi, eng ulug', eng aziz tanlovi sovrindori, xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi deputati Ziyovuddin Mansur bo'ladilar. Avvalo uchrashuvimizga xush kelibsiz ustoz. Siz bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Men o'ylaymanki, bugungi ajoyib uchrashuvdan so'ng ijodga qiziqishi bo'lgan, she'riyatga qiziqishi bo'lgan o'quvchilarimiz uchun bir ajoyib namuna sifatida bugun ajoyib uchrashuv, ajoyib suhbat bo'lib o'tadi va o'quvchilarimizdan, ijodga qiziqadigan o'quvchilarimizdan bemalol o'zlarini qiziqtirgan savollari bo'lsa berishlari mumkin. Bugun ajoyib imkoniyatdan foydalanib qoling. Ungacha esa biz albatta hamma uchun odatiy savolga aylanib qolgan ustozimizni o'zlarining hayot ijodlariga to'xtalsak, yoshliklari qanaqa o'tgan, ijodga kirib kelishlari qanaqa tarzda bo'lgan, mana shu xususda suhbatlashib turamiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum qadrli tadbir ishtirokchilari, hurmatli do'stlar, yoshlar. Avvalo mana shu Ko'kzor nomidagi bolalar kutubxonasi bilan hamkorligimizdan biz nihoyatda mamnunmizki, kitob festivallarida, turli xil tadbirlarda kitobxonlikka da'vat qilish bo'yicha prezidentimiz, hukumatimizning ko'rsatmalarini xalqqa taqdim etish borasida juda katta bir ishlar amalga oshirildi. Qolaversa, mana shu yerda o'zaro O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bo'limi, Ko'kzor nomidagi viloyat kutubxonasi, yoshlar kutubxonasi, bolalar kutubxonasi hamkorligidagi ishimizning samarasi sifatida Usmon Nosir izboqchilari klubini tashkil qilganimiz juda yaxshi e'tirof etilyapti. Xudo xolasa bu yaxshi samara beradi. Men endi o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, men ijodga, adabiyotga, kitobga kirib kelmaganman, kitobga ichidan chiqqanman. Chunki meni onam rahmatli xona mudiri bo'lib uzoq yillar Ziyo mas'ulga ishlaganlari uchun men hali maktabga chiqmasdan turib xonada yurgan holatlardan xonada u paytda dekret ta'tillari berilmasida shu onamning yurganlarida chiqib o'sha yerda xonada kitoblardan tashqari men yotadigan belanchilam bo'ladi desam bugun ko'pchilik ishonmasligi mumkin, lekin bu to'g'ri gap. Va men bu paytda kutubxonalarda Nazokatxon xona mudiri har bir kitobni o'quvchiga bera turib 3 kun muddat belgilab, 3 kunda o'qib bo'lmasang kelib muddatni uzaytirib ketasan deb topshiriq berardi va kitobni o'qib bo'lib topshirayotgan o'quvchidan imtihonga o'xshash bir suhbat o'tkazib, xona mudiri seni o'qidingmi? Xo'p, masalan, shunda kitoblarni o'sha ayni botirlarni aytib berchi, yoki bo'lmasa Qachon polvonni aytib berchi deydi. Men aqlimni tanimasdan shularni eshitib, shularni tinglab, shularni og'ushida kitobni mazmun mohiyatini idrok etib go'dakligimdan kitobga meni hayotim bog'lanib ketgan. Va o'shalarni meni xotiram nihoyatda yaxshi ediki, bir marta, 2 marta so'raganda bu bola aytib berib turganda meni xotiramga muhrlanib qolardi. Hali maktabga chiqmasdan turib, men ancha-muncha she'rlarni, ancha-muncha yurtaklarni, ancha-muncha manbalarni, adabiy, ijodiy manbalarni o'zlashtirishga muyassar bo'laman. Hech izimdan chiqmaydi. Bir mana shunaqangi yoz paytlarida ariq bo'ylarida ajra o'tadi. Bu paytda bunaqangi sharoitlar yo'q. Ajrani usti o'sha davrlik gilamimiz uchun go'yo ayonbozi. O'shanda yonboshlab o'zim keyingi maktabga chiqmagan yosh bolalar jamlanib, onamni men shuga qarashganim uchun va eng muhimi namoyon tilida hukmlik qilib sho'xlik qilmasdan kitob rasmlarini ko'rib, jim xonadagi ish faoliyatlar davrida qiynalmasdan, namoyoncha she'rda aytganda muqatmasdan yurganimga bitta krasishli kitob deyiladi, rangli kitob beradilar. Uni qo'ltiqlab olib o'zimcha o'qiganga o'xshab varaqlar chiqib
haligi bolalardan eshitgan ertaklarimni o'zimizni mahallani bolalariga gapirib berdi. Xuddi uni kitobdan o'qiyotgandek qilib, butun o'sha arana bo'yida yoshlarni hammasini og'zimga qaratib, ularni hangumon qilib bir ertakni aytib berib tursam, bir o'tib keta turib bir kishi to'xtab birpas tomosha qildida, bolam kimni o'g'lisan dedi. Men falonchini o'g'liman, dedi. Mulla bola o'qsanku, kitobni bundoq o'ngidan o'qiladi deb o'ylab bergan. Hammamiz tutilganmiz. Haligi bilag'onlik qilib, men tanimayman. Teskaridan o'qib turgan paytimda qo'lga tushgan ekanman, yodligini aytib berdim. Bunlar juda qiziqarli, bunaqangi epizodlar juda ko'p bo'lgan va men o'sha kitobni hididan bahra olib, hozir ham ko'chadan o'tib keta turib, xonani oldida o'sha tanishlik menga chalib qolsa, kiraman, kitob do'konlariga kiraman. Menga tabiiy stimul bo'lib, shu narsalar vujudimga, ruhiyatimga, qalbimga singib ketgan. Demoqchimanki, bolalikdan kitobga oshnolik odamni xotirasini chiniqtiradi, tafakkurni sharhlaydi, dunyoqarashini kengaytiradi. Men judayam o'sha go'daklik paytlarimdan dastlabki maktabga chiqqan paytlarimda endi harflarni yozib o'rgatmagan bo'lsalar ham, onam kitoblarga ko'zim qarayverib, ko'z pishib qolardi. Odatda men keyinchalik idrok etganman, insonda ko'zini ko'rish xotirasi bo'lar ekan, eshitish xotirasi bo'lar ekan, tafakkur xotirasi bo'lar ekan. Shularning hammasi menda kengidan rivojlanib, hozir bir marta ko'rgan odamimni xotiraga muhrlanib qoladi. Yo bo'lmasa bir marta o'qigan kitobimni xotiramda saqlab qo'ya olaman. She'rlarni, yuzlab, minglab she'r qo'shiqlarni yodlaganmanki, bahrbay bo'ladigan bo'lsa, men o'sha maktab o'quvchilik paytlarimdan, talabalik paytlarimda maqtanish emas, bahrbaytda biror marta bitkazganman. Hozir ham ayniqsa men maktabda adabiyotchilik o'qituvchimiz, Ramazonxon ayirgan kutubxonachimiz bo'lardi-da, doim meni chaqirib, faol kitobxon sifatida u paytda endi hozir singari ko'p kitob o'qiganga prezident mashinalari sovg'alari berilgan bo'lganda eng ko'p sovg'ani men olganman. Hozir endi yoshlarga shunaqangi sharoitlar, o'qishga bo'lgan imkoniyatlar, mana hozir u paytlarda kitobga xuddi bir haligi nimagadir navbatda turgandek bolaga yopirilib kelyapti-da. Chunki qishloqda bittagina kichkina qasam bir haligi qishda cho'yan pechkada o'ydan o'tin ko'tarib, ko'mir nima qilib, shinani tortib boradi, yoqilsa tutib ketardi. O'sha joyda ham bolalar kitob o'qirdi. Bugun mana hamma sharoit bor. Qayerga borsangiz kutubxona, nurxona haqiqiy. Mana Nodira Begim nomli kutubxonani, mana Sultonzoda nomli bolalar kutubxonasini odam kirgan odam chiqib kelmay qoladi. Istagan kitobini topish mumkin. Bu paytda bitta kitob 3 kun, 4 kun, bir hafta davomida qo'lda tursa, boshqalar shuni bir-biridan eshitib, qachon bo'shaydi kitob deb navbatga turadilar. Kitoblar ozadi. Endi bugun hamma sharoit bor. Muhtaram prezidentimiz mana o'zlarini dasturlarda, saylovoldi dasturlarida ham qator bir shu qilinadigan ishlarni rejasini qilib, 7-punktda shu kitobxonlik madaniyati, yozilmasa 5 ta muhim tashabbusni joriy qilganliklari, 5 ta muhim tashabbusni 4-inchisi bevosita yoshlar ongida kitobga muhabbat uyg'otish, kitobxonlikka da'vat qilish masalasi qo'yilganki, qolaversa mana kitob festivallari, mana qarang, eng ko'p kitob so'zlarini tanlovlari o'tkazilyapti. Buni samarasi sifatida ularni rag'batlantirish imkoniyatlari berilyapti. Demoqchimanki, bugungi sharoit, bugungi imkoniyat, bugungi yoshlarga berilayotgan e'tibor deyarli hammasini olim akademik bo'lishiga hamma imkoniyatlar bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi muloqotimiz, uchrashuvimiz ishtirokchilarni ongida ozgina bir kitobga mehr, kitobga muhabbat uyg'otsa, menimcha vaqtimiz juda samarali bo'ladi. Men hamisha bo'sh vaqtimda kitobni yana o'qish madaniyati shundan iboratki, bir marta o'qiganda odam o'zini informatsiya oladi. 2 marta o'qiganda o'zini o'zgasini, 3 marta o'qiganda butunlay o'sha kitobga o'g'laniga, o'sha kitobdagi voqealarni
hamisha o'sha ichiga kirib qahramonlar bilan birga yashaydi. Mana shunaqangi tarixchi kitobni qayta o'qib, biz bolalik paytlarimizda mana man bitta narsani misol qilib keltirsam, ko'pchilik esiga tushadi. Go'dak bir dala bolalar ko'chada o'ynab yuribdi, to'g'ri to'polon qilib, hammasi bir-biriga quloq solmagan, bittagina bola o'ychan qiyofada turibdi. O'sha zamonasini ulug' allomasi, ulug' shoiri Lutfiydonni o'tib keta turib, o'shancha yurib yurgan bolalarga e'tibor bermasdan, bittagina o'sha o'ychan, sipo nigohlarida shunaqangi bir judag'onlik turgan, nimanidir bir fikrdan o'tkazayotgan go'dakni oldiga kelib salomlashib, kimni o'g'li sizga so'rab, man G'iyosiddinni, qaysi G'iyosiddinni? Bu paytda G'iyosiddin degani Timuriylar saroyida ikkita bo'lardi. G'iyosiddin kichkina deb Alisherni otalarini G'iyosiddin kichkina deb, haligi qaysi G'iyosiddin demasdan kichkina G'iyosiddin kichkina chaqirgani deyilsa, chaqirib kelib yurdilar. Nima deysiz? Nima qilyapsiz? Bolalarga qo'shilib nima o'ynamayapsiz desa, man endi she'r yozyapman. She'r yozyapsizmi? Hali go'dak bola. Qani bir yozgan she'ringizdan eshitaylik deganda, orazim yog'och ko'zimdan to'kilur har nafsi yosh, bo'ylagim paydo bo'lur yulduz nihol bo'lg'ach quyosh degan satrni o'qib yurganlarida o'sha zamonning piri komili Lutfiy domla bolani peshonasidan o'pib yelkasiga urib, "Ya, nihoyatda bo'ladigan bola ekansiz, astoydil bo'ling" deb agar o'shanda rag'bat bildirib, shunga e'tibor qaratmaganlarda kim biladi, bashariyat Navoiyday bir da'vodan judo bo'lgan bo'larmidi? Shunchaki bolani otarda u ham bir o'sha o'yinqaro bolaga qo'shilib ketgan bo'larmidi? Ne baxtki o'sha paytda o'sha bolani shu buyuk o'z zamonasining ulug' shoiri, hatto o'sha ikki qator bir ham she'rlariga man umrim bo'yi Forsiy va Turkiyada yozgan 20 ming misradan ortiq she'rimni almashtirgan bo'lardim deb rahmat bildirdi. Birinchi yozgan she'ringizni eslay olasizmi va sizni birinchi yozgan she'rlaringizni birinchi bo'lib kimga o'qib berardingiz degan savol beribdilar. Madinaxon savol uchun rahmat, javobini ustozimizdan kutib olamiz. Yaxshi, avvalo she'r yozishimda birdaniga dabrusdan boshlaydigan ish emas, bunga ma'lum darajada tayyorgarlik ko'rishga to'g'ri keladi. Men 5-sinfda kechagidagi eslayman, adabiyot o'qituvchimiz maqola yozish degan bir sinfdan tashqari bir mashg'ulot o'tib, o'sha paytda chiqadigan respublika o'quvchilarini gazetasi, jurnallari, Bergen uchquni, Gulxanlarni ko'tarib kirib, shundan bitta maqolani o'qib berib, sizlar ko'rgan, kechirgan voqealaringning tafsilotini qog'ozga tushirib, ana oxirida gazetani, jurnalni adresi ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi. Shunga jo'natsanglar, sizlar ham matbuotda chiqasizlar, tanilasizlar degan gaplarga bizni qiziqtirib qo'ygandan keyin 5-sinfda men maktab o'quvchisi sifatida bir maqolalar yozganman. 2-3ta maqolam chiqqandan keyin she'rga qiziqib, dastlabki endi mana shunaqangi yoz kunlarida u paytda juda shu bir taqchillik, kambag'alchilik bo'lganu, bitta bizni boyligimiz vaqtimiz, tunlari shu osmonda yulduz to'la osmonga qarab bo'y surar edik, tongni o'tishini kuzatar edik, qishloqda bittagina bog'ni o'rtasidagi qirmizak olma mana shu bahor paytlarida shunaqangi bir gullar xushbo'y hid taratardiki, haligi hidlarga mahliyo bo'lib odamda beixtiyor shu ijod qilish ishtiyoqi tug'ilardi. Nimadandir singlarimiz bilan, opamiz bilan o'zimizcha ertaklar aytishib, she'rlar o'qishib, bir-birimizni rag'batlantirib, dastlabki ijod mahsulotlari juda sodda, juda jo'n, masalan, deylik, samovarimiz qaynaydi, samovar qaynab turibdi. Bog'ning orasida bulbul sayrab turibdi. Samovarimiz qaynaydi, bulbulimiz sayraydi. Mening singlim Dilbarxon Gulnoz kuyga o'ynaydi degan bir oddiy, juda jo'n bir qofiyalar tizmasidan iborat bir narsalarni yozib, o'shalarni bir she'r deb gazetalarga yo'llar edik. Dastlabki ijod namunalarim demak 5-6-sinfdan ko'rina boshlagan. O'sha paytda Artek, butun ittifoq Artek lageri yozda oromgohi bo'lardi. Men o'sha yerga yo'llanma olganman 66-yilda. 66-yilda yo'llanma olib birdan haligi nima zilziladan keyin
Toshkentni poytaxtdagi zilzila markazidagi bolalarni jo'natish hisobiga biz qolib ketganmiz. Va bizni o'sha paytda Shortoq bolalar sanatoriyasiga yo'llanma berishgan. O'sha yerda borib 6-sinfdaligimda mashhur shoir G'ayratiy domlani Toshkentdagi mo'ysafid ijodkorlarini viloyatlarga jo'natib Shortoq sanatoriyasiga o'qishga dam olgani kelgan ekanlar. Bizni bolalar sanatoriyasida uchrashuv o'tkazganlar. Shunda bir ikkita she'r o'qib o'sha kishini nazarlarga tushganman. Keyinchalik Gulxan jurnalida, undan keyin Yoshlik jurnali chiqqan o'sha paytda dastlabki sonlarida, keyin Sharq yulduzi, xullas Namangan haqiqati gazetalarida ustozlarning ko'magi bilan mana shunday bir ijod namunalarini ochdi. Bu kitoblar o'qish evaziga ijodkor bo'lib shakllanish boshlandi. Bu jarayon ham davom etdi. Rahmat. Yana bizning savollarimiz bor. Mumin va Gulbahordan kelgan savollarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Bugungi uchrashuvdan juda xursandman. Sizga bergan savolim shundan iboratki, hozirgi kunda qaysi mavzudagi she'rlar yozishimizga tavsiya berasiz degan savol. Hozirgi kunda mana Yangi O'zbekiston mavzuida, mana tabiat, Namanganda gullar festivali bo'lyapti. Bu gullar festivalini tomosha qilgan odam shoir bo'lsa ham she'r yozgisi ketadi. Mana shulardan bahra olyapti. Mana dunyoning juda ko'p mamlakatlarida Isroil Eron o'rtasida urush bo'lyapti, Ukraina Rossiya o'rtasida urush bo'lyapti. Falastinning bolalari unaqa kitob o'qib, onlayn mashg'ulotlarda ishtirok etishga imkoniyatlari ham yo'q. Boshlaridan raketalar, bombalar yog'ilib turibdi. Ming shukrlar aytsak arziydiki, bizning yurtimizda tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik. Mana prezidentimiz endi yozgi kanikulda bolalar xohlagan joyga borib, o'z mayliga qo'yib qo'ymaylik, ularni ta'limi, tarbiyasi, ma'naviyati bilan kitobxonlik bilan shug'ullanaylik deb zarba 90 kunlik e'lon qildilar. Mana biz kunda maktablarda, mana Norimdagi bolalar oromgohida ijodkorlar bilan bo'ldik. 26-maktabda mana So'qzoda nomli bolalar kutubxonasi bilan hamkorlikdagi Usmon Nosir izdoshlari klubini mushoirasini o'tkazdik. Bu jarayon butun viloyatimizning chekka qishloqlarda, mahallalarda, maktablarda davom etyapti. Har kuni o'nlab yozuvchilar uyushmasining a'zolari, ijodkorlar bilan tadbirlar o'tkazyapmiz. Bu jarayonda mana juda ko'p ijodkorlarimiz Qambar Aydar, Boqiy Mirzo, Ibrohim Mahkam, Alisher Jo'rayev, Dilbar Bonu, Ruqiya G'oziyeva, Benazir, juda ko'p ijodkorlarimiz yoshlarga bevosita o'zlarini Namangan adabiy muhitidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashib, o'zlarining ijod namunalari bilan ham ularni tanishtirib, ayni paytda yoshlarni qilgan ijodi, she'rlarni bir eshitish asosida ularga baho berib, mana Respublika yosh ijodkorlarning zomin anjumaniga tayyorgarlik jarayoni ketyapti. Yosh ijodkorlarni shu ijodiy qobiliyatini o'stirish borasida butun mamlakatimiz ijodkorlar qatori Namangan viloyatining ijodkorlari mana anavi maktab xalqaro gullar festivali doirasida o'tdi. Mana har kuni mana shu gullar festivalining sahnalarida ijodkorlarimiz, yosh iqtidorli to'garak a'zolaridan chiqqan yaxshi qo'li ketib qolgan shoira qiz-yigitlarimiz o'z ijod namunalarini o'qib berayotganliklarini ko'pchilik guvohi bo'lyapti. Demak, sizlarga ham mana shu jarayonlarda faol qatnashishni, mana shular haqida bir maqolalar, shular haqida bir qandaydir bir manzumalar, she'rlar, dostonlar, hikoyalar tavsiya qilaman. Odam o'zi ko'rgan voqea hodisani bundoq bir qalbdan o'tkazsa, shundan ozgina ko'ngli bir qandaydir bir eslik zavq olsa, shuni hozirga ko'rsa, ko'rganlaringizni o'zi adabiy asar uchun material bo'ladi. Material izlab yurish shart emas. Mana shu bog'da gulchilar haqida, mana shu Namanganning nafosati o'ziga xos, dunyoning qaysi joyida bunaqangi gullar festivali bor. Bu Namanganda bor, Yangi O'zbekistonda bor. Men Namangan gullari haqida aylanib yurib, falakda quyosh, oy yagona, zaminda hotamtoy yagona, yer ko'kda senday ey Namangan, gul shahri degan joy yagona degan to'rtni yozdim. Mana shunaqangi ijod namunalarini yozib, qalamlari charxlanib, ijodlari, istidodlari o'sish borasida ko'p kitob o'qisalar, ko'p ijodkorlar bilan, ustozlar bilan muloqot qilsalar, o'zlarining ijodlarini yashirib yurmasdan shu ustoz belgilab, ustozga ergashib, maslahatlarini, o'gitlarini olishsa, kelajakda dunyo taniydigan ijodkorlar o'zbek xalqidan yetishib chiqqan, o'shalarning davomchilari bo'lib, Navoiyning izdoshlari bo'lib yurishlari mumkin va bunga hamma imkoniyat bor. Shu yo'lda men sizlarga juda katta
hayotda muvaffaqiyat, intilish, izlanishlar, kitob o'qishlar, sabrini, qanoatini omadini tilayman. Rahmat ustoz. Chiroyli javoblar va to'rtlik uchun ham alohida juda ham chiroyli to'rtlik yozibsiz. Hozirgi savolimiz ikkita qizimiz tomonidan bir-biriga o'xshash savollar kelibdi. Assalomu alaykum, men Muhammadjanova Bahora. She'r yozishda ilhom sizga ko'proq qachon keladi degan savol beribdilarda. Sobirjanova Izzatoy, bu savolim ko'pchilik orasida muhokamalarga sabab bo'lgan. Ko'p insonlar asl shoirlar faqat ilhom kelganda she'r yozadi deyishadi. Ba'zilar esa bir mavzu yoqib qolsa, o'sha paytdagina yoki kerak bo'lgan paytda she'r yozishga o'tirib astodil harakat qiladi. Shunga qanday qaraysiz? Asl shoirlar kim? Faqat ilhom kelganda ijod qiladiganlarmi yoki ilhom kelmasa-da yozishga harakat qilaveradiganlarmi deb savol berishibdi. Endi qarangda, bu ilhom degani bir ramziy bir ma'no. Masalan, boshqa sohani odamlari ham ilhomlanishi mumkin, zavqlanishi mumkin. Masalan, sahnada bir qiz yo yigit bir chiroyli qo'shiq aytsa, shu kimni to'lqinlantirmaydi, kimni qalbida bir shunaqangi bir ijod qilish ishtiyoqini uyg'otmaydi. Mana shunaqangi holatlarni ko'rib, bilib, masalan, bitta gul, bitta giyohni qarang. Masalan, yerda bitta giyoh, mina va giyoh yerni qobig'ini yorib chiqib, quyoshga intilib, rost mana maysaga aylanadi. Bundan kim ilhomlanmaydi? Shuni masalan biz insonmiz, odammiz. Biz nafaqat muammolar girdobida yurib, o'sha muammolarni yengib, harakat qilib, shu o'zimizni yo'limizni ochishimiz kerakmi deb o'ylab turib, shu maysadan ham ilhomlanish mumkin. Bitta oddiy masalan, qarangda, masalan, bitta gul oldin g'uncha ochadi, ko'raklaydi, keyin ochiladi. Buni biroq og'irib turib ochildi deb qarab o'tirmaydi. Xudo shunaqa qilib yaratib qo'ygan. Bu mo'jiza emasmi? Har qadamda bitta mo'jiza. Mana deylik, bitta dorboz osmonda tutash bir orqonning ustida dorboz o'ngga, teskariga, oldiga, orqasiga yugurib, hatto ko'zini boylab olib, oyog'iga bir pichoqni bog'lab olib yuguryapti orqonning ustida. Shuni oddiy odam tomosha qilib qarshi ochilib ketaverishi mumkin. Lekin ijodkor masalan Abdulla Aripov bulutlarga yondosh osmon ostida kiprikdagi yoshday turibdi dorboz deydi. Kiprikdagi yosh, uzoqdan kiprikdagi yoshga o'xshab kichkina ko'rinadi. Shoir umumlashma qilib xulosa chiqaryaptiki, qarang, ko'zi bog'liq, shu osmonni palakda ko'zi bog'liq oldiga orqasiga yilib yuguryapti. Ko'zi bog'liq holatda bizchi ba'zi bir ko'zi ochiqlar eplab yurolmaymiz, katta yo'lda ham deyapti shoir. Ana xulosa, ana falsafa, ana donishmandlik. Shuning uchun mana oddiy mana piyola turibdi, shuni piyola deb tasavvur qilaylik. Mana oddiy choynak turibdi. Shuni ko'rgan odam, "Man choynakda choymi, sovuq choy bor, mana unga quyib ichilar ekan" deb ichib ketaverishi mumkin. Lekin shoir odam masalan Erkin Ohidov nima deyapti? Ana bu yerda chaynak ham bor ekan, mana chaynak turibdi. Chaynakni ham bu yoqqa olib qo'ying, mana ko'rib tursin, mana bizni tomoshabin tinglab kuzatib borayotganlar kuzatsin-da, mana qarang, mana oddiy choynak, oddiy deylik, mana buni stakan bo'lsa ham piyola deylik. Shuni Erkin Ohidovdagi ulug' ustozimiz nima deyapti? Qarang, qancha mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak. Shunday ekan, manmanlik nechun, kibri havo nimaga kerak? Kamtarin bo'la hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan piyolani shuni odam o'par doim peshonasidan. Ana shoirlik, ana adabiyot, ana she'riyat, ana ijodga bo'lgan ishtiyoq. Buning uchun har bir narsani zamirida qandaydir bir mo'jiza, qandaydir bir hayrat, qandaydir bir ishtiyoq bo'ladiki, shuni shoir odam shuni bir boshqalar idrok etmagan, boshqalar shuni kuzatmagan, boshqalar buni tasavvurlagan narsani she'r qilib yaratadi. Shuni bir ko'pchilikka zavq beradigan, motivatsiya, emotsional tuyg'usini uyg'otadigan tarzda baxsh etadiki, uni kimlardir o'qib, she'r qilib yodlab, uni boshqalarga o'qib beradi, do'stlarga o'qib beradi. Qaysidir masalan san'atkor uni qo'shiq qilib kuylaydi, xalqning qalbiga shu qanotli qo'shiqlari bilan xalqning qalbiga kiradi. Demak, har bir narsa u ilhom
dastlab masalan boshlovchi ijodkorlarda nimadandir ta'sirlanish tuyg'usi bo'ladi, lekin katta bo'lib masalan bir qadar shu tajribasi oshgandan keyin manga masalan bitta Gulbayramni ssenariysini yozib bering deyishadi, yozib beraman, yarim soat bir soat vaqt ketadi. Mustaqillik bayrami ssenariysini yozib bering deyishadi, bir kun ikki kun ketadi, yozib beraman. Ba'zi bir tadbirlarga, mana tanlovlarga yoshlar keladi, menga shu tanishtiruv, o'zimni tanishtirishimga, mana ismim familiyam shunaqa, falonchini pistonchini o'g'limam, pistonchi ustozim, shuni aytib beradi, shunga bag'ishlab men o'zini nomidan she'rlarni yozib beraman. Demak, dastlab nimadandir ilhomlanib she'r yoziladigan bo'lsa, keyinchalik muayyan darajada ko'nik va malaka oshgandan keyin xohlagan mavzuda, xohlagan masalada she'r yozib beraman. Mana 2 kun oldin menga O'zbekiston ovozi gazetasining redaktori menga telefon qildi. Nazira Matyoqubova, Ziyo aka, Namanganni Gulbayrami haqida bizni gazetaga bir material qilib bering. Kechqurun o'tirib materiallarni jamlab turib, zaminda quyoshday porlar Namangan degan bir betlik material qilib berdim. Bugun xohlasa gazetada chiqyapti. Demak, ilhom o'z yo'liga, lekin professional ijod qiladigan odam, adabiyotchi bo'lsa, filolog bo'lsa, jurnalist bo'lsa, yozuvchi bo'lsa, buni ilhomni kutib o'tirmasdan ilhomni o'zi chorlab, o'zi ilhomlanib, o'zi masalan shu bir maqsadni oldiga qo'ysa, shu maqsadni amalga oshirish yo'lida ijod namunalari yaratilaveradi deb ularga tavsiya qilamanki, ilhom kelmay qolgan paytda she'r o'qing, kitob o'qing, qaysidir ustozni mahorat sirlarini o'rganing, keyin ilhom kelganda yozasiz. Bo'lmasa bir urinib ko'ring, ana bahr baytlar yo bo'lmasa muashshaq insonning ismiga xohlagan nima bir ismini aytsa, ana shundoq boshiga uni nomini harflarini qo'yib muashshaq yozishim mumkin. Va buni mashq qilib, shu mashq ko'paygan sari, tajriba ortgan sari ilhomni kutib o'tirmasdan ilhomni bir chetga surib qo'yib, o'zi ilhom bilan ijod qilaveradi, o'zini qalbidagi tuyg'ulari bilan. Endi bunday natijaga erishish uchun mehnat kerak, albatta. Bahora qizimizning savoli shunaqa ekan, tushuntira oldimmi? Men Bahora degan qizimiz o'zi ham ijod qilsa kerak, uni eshitgandim ismini. Shunaqa bo'lsa kerak. Rahmat ustoz. Albatta, ijodkorlar uchun tug'ma talantdan tashqari mehnat ham kerak. 1% talant bo'lsa, 99% mehnat degan gap bor. Albatta, qancha ijod qilsangiz, qancha ijodkorlar bilan ko'proq suhbatlashsangiz, ularni kitoblarini o'qisangiz, ko'proq badiiy asarlarga yondashsangiz, albatta, mana shu ustoz erishgan natijalarga erishib o'tasiz. Mana ustozimiz aytib o'tdi, yoshligim kutubxonada o'tgan. Hamma har qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, biz o'sha sohani eng mukammal darajaga yetib chiqqan komil insonlarning hayotiga nazar tashlasak, hammalarini birinchi o'rinda shu kitobga yo'nalgan bo'ladi-da, ularni bir o'zlarining yo'nalishlarini topish ham yoki turtki bo'lgan narsa ham kitob bo'ladi. Biz mana shu so'z orasida aytib o'tamiz, kitobga oshno bo'ling, kitob o'qish sizni faqatgina yaxshilikka, go'zalliklarni ko'rishga chorlaydi. Abdulaziz va Sabina qizimizdan ham, ustoz o'zingiz ham ajoyib shoirsiz, lekin sizni ham yoqtirgan shoiringiz bormi degan savol berdilar. Albatta. Endi inson hayotda kimgadir ergashadi, kimgadir taqlid qiladi, kimgadir o'xshashni istaydi. Bolaligimizda maktab kitoblari, darsliklaridagi shoir yozuvchilar bizga ustozlik vazifasini, adabiyotchi o'qituvchilarning ustozlik vazifasini o'tagan bo'lsa, keyinchalik menga taqdir 70-yillardan keyingi jarayonda nomiki tirik shoir yozuvchi bo'lsa, o'shalar bilan bevosita ko'rishish baxtiga muyassar bo'lganman. Zamonamizni eng ulug' yumoristik ham romannavis ham hikoyanavis ulug' Said Ahmad domlani xonadonlarida, dachalarda juda ko'p bo'lganman. O'tkir Toshiev ustozimizni juda ko'p ijod namunalarini yaratilish jarayonida shuni yonida turib kuzatganman. Erkin Vohidov ustozimizni ana bittagina Erkin akadan ta'sirlanib, Erkin akada juda ham she'riy mahorat masalasi yuksak darajaga chiqqanki, har qanaqangi ijodkor Erkin Vohidovni havas qilmasdan iloji yo'qki, ana juda ko'p she'rlarini, g'azallarini biz muhammaslar bog'lash hisobiga, qushga ergashish hisobiga ko'p narsani yaratganmiz. Masalan, Erkin akaning bitta she'rlari bor. Faqat qiy harfidan iborat. Qaro qoshing, qalam qoshing, qiyib qayrilma qoshing qiz. Limga qas qayrab qilich qotil qaroshin qiz. Qafasda qalb tushun qiynab ana toqqa qo'ymaysan. Qarab qo'ying qiyo qalbimni qizdirsin quyoshing qiz. Bitta qiy harfidan iborat ham she'riy shakl, ham
mazmun, ham o'ziga xos falsafa. Mana avaz qilib, Baxmal, shu Jizzaxni Baxmal tumanida bir Sharof Rashidov tasvirlagan Baxmal soyning bahor degan parchasidan tasvirlab yurardim. O'sha yerda bahorning o'rtalarida borib, Baxmalning haqiqiy Baxmalligini, bag'ridagi qon bo'layotgan lolalarni tabassumni ko'rib, beharfdan iborat she'r yozganman. Baxmal badihasi degan. Haqiqat beharf, behudud bodi timsol desak, Baxmalga burkanmish zavollarda bo'lsa-ham bulbullar bedor, bayt bitar bu barhut betakrorlikka, bekam bu barkamol bog'larga bir bog' borliq bezakka beranmish biram, borliqda begishda bori bor biroq, bo'lmasam bu bog'lar bepari bir kam, bahordan begishdan boyroq boyligim, baxtimga bor bo'lgin bahor bo'yligim degan satrlar yozgan. Erkin aka siz shu 34 ta harfdan iborat so'zdan iborat qora qoshing she'rini yozgansiz. Men ozgina mijg'ovlik qilib gap cho'zverman, uzr desam uzr emas, huzur, xorazmcha aytganda apparib qo'yibsiz deganlar. Bu menga juda katta bir ilhom, zavq bag'ishlagan. Keyinchalik Erkin akani ijodlarini o'rganish hisobiga ko'p g'azallar, dostonlar yozdim va ular ko'pchilikning qalbiga aylangandan nihoyatda xursandman. Keyin juda ko'p qo'shiqlar, mana she'rlarni qo'shiq bo'lgan Kamoliddin Rahim ustozimiz juda ko'p she'rlarni qo'shiq qilib aytganlar. 3 marta Toshkentda Xalqlar do'stligi saroyida konsert berib, shuni 2 martasida meni yaxshilarga yondash el ichra nazar topdim degan she'rlarimni sarroha qilib qo'shiq qildilar. Hayolimdan o'tib tursan qandoq chiday, menga qizini bermagan hovli, shuni singari jon dadam, shonim dadam, onajon sen aytmasang Allah degan she'rlar. Hatto prezidentimiz Amerikaga borganlarida amerikalik mashhur bizdan ketib qolgan hofizlar Izroil Malakov bilan Avram Talmasov jon dadam, jonim dadamni aytib turganda o'zbek delegatsiyasi juda bir buni ishtiyoq bilan tinglab surishtirib qolishibdi. Qaydan kelib qoldi o'zbekcha qo'shiq deb normaga kirishsa, shunaqangi Ziyovuddin Mansur she'ri deganda nihoyatda ta'sirlanishgan ekan. Endi vatandan chetda, vatanni sog'inib, ota-onasi qabri bu yerda qolganlarga boshqacha bir ta'sir qilgan bo'lishi kerak. Hammalari yig'lab jo'r bo'lib turishgan bir paytda buni shu ishtirok etganlar aytib berishdi. Nihoyat darajada ta'sirlanishgan ekan. Demak, aytmoqchimanki, o'sha tabiiy tuyg'ular hisobiga yozilgan she'rlar ko'pchilikning mulkiga aylanishi, ko'pchilikning o'zining tuyg'ulariga aylanishi tabiiy. Shuning uchun ko'proq shu odamlarni o'ylantirgan, odamlarni iztirobga solgan, odamlarni zavqlantirgan narsalar haqida, ota, vatan, yurt, xalq, bu noto'g'rilik haqida she'r yozgan odam ommalashib boradi, ko'pchilikni e'tirofiga sazovor bo'laveradi. Rahmat ustoz. Bu Baxmal to'g'risidagi yozganingiz bir o'zbek tilini naqadar boy til ekanligini ham isbotlashga bir harakat bo'lgan va juda chiroyli chiqibdi. Quyidagi savolimiz bor. Sobirjanova Izzatoy, ustoz xalq shoirimiz Muhammad Yusuf bilan ham ko'rishganmisiz? Ko'rishgan bo'lsangiz, ular haqida gapirib bersangiz va eng yaxshi ko'rgan she'ringizni o'qib berishingizni iltimos qilardim. Yana bir bor rahmat debdilar. Endi she'riyatda shunaqangi ommaboplik, populyarnost deydi ruslarda, shu ko'pchilikka manzur bo'lish hammaga nasib qilavermaydi. Masalan, bir zamonlar G'ofur G'ulom deganda shoir deganda G'ofur G'ulom hamma ko'zning oldiga keladi-da. Undan oldin Navoiy, Majrab, Bobur singari ulug' shoirlarimiz shunaqangi xalqi bir o'zini bir odamga aylanib ketishganki, men masalan shuna qatorda Muhammad Yusuf bilan teng qurligim, bir oy farqimiz bordi. Nimagadir Muhammadjon bilan birga institutga kirganmiz. Namangan Ped institutiga hujjat topshirgan u ham. Hozir ham opalari borlar, Gulchehra opa Baliqko'lda yashaydi. O'sha kishini haligi adabiyotchi o'qituvchi bo'lgani uchun o'sha kishiga qiziqib, pochchalari hamrohligida Ped institutiga mana shu Namangan degan man o'zbek tili adabiyoti fakultetiga 71-yilda hujjat topshirganman. U rus tili adabiyoti fakultetiga hujjat topshirib, ikkalamiz ham o'qishga kirganmiz. Lekin biz o'sha paytlarda endi sharoit nihoyatda sentabrda 5 kun o'qib paxtaga ketdilardi. Paxtada ruschasi bilan birga bo'lganmiz-ku, Muhammad ko'rinmagan. Keyin bilsam paxtaga bormagan ekan. Endi o'sha paytda ham sal o'ychan, shunaqangi o'zi qora mag'iz bir sifat bola edi. Tortinib, qimtinib, chakka yurardi. Biz endi Namanganlik bo'lganim uchun, Pedinusga yaqin bo'lganimiz uchun institutga kelmasdan turib ham, bu yerga kelib ketib yurganimizga ko'p singib yurganmiz. U paytda unga nisbatan biz anchagina tanishroq edi ko'pchilikka. Lekin Muhammadjon o'ychan, gapini gapirmaydigan, ko'proq hayot surib yuradigan yigit sifatida u paytda shoir emas edi. Muhammadjon Yusuf degan o'zimiz talab edi. Biz unda institutda qarsillatib, tadbirlarda she'r o'qib, davralarni olib borib, haligi
anjumanlarda she'r aytib, qo'shiq aytib ko'pchilikka tanilib qolgan paytimiz. Lekin keyinchalik bildik, o'sha shoir akam bir orada bir oycha paxtada yurganimizda bir paydo bo'ldi. Qandaydir qizlarga qandaydir she'rlarni yozib, qizlar she'rlarni o'qib yurdi. Keyinchalik nima bir 3 oyga yaqin dalada bo'lib paxtani yakunlab kelganimizdan keyin institutda yangi o'quv yilini yana boshqatdan boshlanish bo'yicha anjuman bo'lganda bitta ikkita o'quvchilar talabalar paxtaga bormagani uchun buyruq bilan institutdan chetlatilganlar ro'yxatida Muhammadjon Yusuf degan nomi qayd etilgan. Men o'shanda aytganmanki, bitta she'rlarni bir-birimizga ko'rsatib yurganmiz. Mana nimagadir Ziyovulla aka derdi. Bizdan ozgina bir oylik katta edi-yu, hurmat ma'nosida men ham u kishini juda hurmat qilar edim. Lekin u paytda uncha mashhur emasdi. O'shandan keyin she'rlarini edi, she'rlarni eshitdik. U yerda nimalari chiqa boshladi, yozganlari. Uni o'qib, men o'shanda aytdimki, oshna-og'aylarimiz guvoh shunga, Muhammad Mashrab sig'magan, Usmon Nosir sig'magan Namangonga sig'madi. Xudo xolasa kengliklarda suzadi degan gaplarni gapirgandik. Haqiqatda Toshkentga kelgusi yili Nizomiy nomidagi Toshkent pedagogika oliygohiga o'qishga kirganini eshitdik. O'sha yerda shakllanib, o'sha yerda qolib ketib, mashhur Muhammad Yusufga aylanib ketdi. Mana bir she'rimni bir davrada G'iyos Boytoyevni konserti, Muhammad ikkalasining konserti bo'lganda xalqlar do'stligida savol tushaverdi. Shu menga qizim bermagan hovli degan qo'shiqni aytib berdi. Holbuki u qo'shiqning matni meniki edi. Keyin Muhammaddan so'rasa, mayli, ko'pchilik so'rayotgan bo'lsa, biz ham eshitaylik deganda o'sha derazasi otashdek boqar, eshigi ham o'tli, olovli, har gal o'tsam bag'rimni yoqar, menga qizim bermovli, momosi osmonga o'xshar, qo'shnilar dushmanga o'xshar, yovlar bosgan vatanga o'xshar, menga qizim bermagan hovli, kimlargadir go'zal naqshinkor, baxt maskani mo'jaz bir diyor, men uchun ishqimga mozor, menga qizim bermagan hovli, turib qiladi alam, yaratganga yetmadi nolam, buyurmadi sevgilimga ham, menga qizim bermagan hovli, omad menga yordir ushbu kun, baxtim barqarordir ushbu kun, izlarimga zordir ushbu kun, menga qizim bermagan hovli degan bir she'rni Muhammad eshitib keyin men tabriklaganda juda chiroyli qo'shiq bo'ldi deb. Demak, Muhammad bilan biz juda o'sha dastlabki ijod boshlash paytlarida juda yaqin qadrdon bo'lib, keyinchalik Muhammadga shuhrat nihoyat darajada atrofida o'ralashib, davrodor shoirga bir joyda qolganimizdan men Namanganda qolib ketdim. Muhammad Toshkentda shu o'tib cho'kib ketdi. Juda bir davrodor shoirga aylandi. Xudo rahmati, umri qisqa ekan. Zo'r she'rlarni qoldirib, mana eng ommabop shoirga aylangan shoirimiz bugun garchi safimizda oramizda yo'q bo'lsa ham, uni so'zlari, uni she'rlari eng ko'p she'ri yod bo'lgan shoir kim desa, men baralla Muhammad Yusuf deb aytaman va havas qilaman. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Javoblar uchun rahmat ustoz. Yana bizda savollar bor. Ustoz, siz she'r orqali barchaga aytolmagan so'zingizni yetkazganmisiz degan savol berdilar. Endi juda ko'p muhabbat haqida, masalan, shunga qizim kelmagan holda Rustam Madaliyev degan aqshilik, Xudo rahmat qilsin, yaqinda o'qish shu hofizi iltimosi bilan yozganman. Aka, juda ko'p she'rlaringiz qo'shib bo'lgan, menga bir she'r ilining dedi. Nima she'r desam, bir onam go'dak, bir haligi o'spirin shunaqangi bir yalang'oyoq Rustam degan ukangiz bir qiz yaxshi ko'rib, ona nomi bilib qaytgan. Shu mahallamizda yashaydi, turmushga chiqqan, mana o'ylaganman, lekin to'yladaman, qo'shiq aytaman, u eshitadi. Shunga qarab bir taniqli aytadigan bir qo'shig'im yo'q deganda shu she'r yozib berganman. Endi G'iyos Boytoyev o'ylab o'ziki qilib oldi. Men demoqchimanki, kimgadir atalgan qo'shiq, masalan, Hamid Mallabayev aytgan xayolimdan o'tib tursan qandoq chiday, zimdan taqib yetib tursan qandoq chiday, bir vaqtlar men kutgan eshigingdan begonani kutib tursan qandoq chiday degan qandoqchilar qo'shig'i Dilshod Rahmonov juda ko'p hofizlar aytgan. Buni juda ko'p joyda so'rashadi, kimga bag'ishlagansiz deb. Holbuki men hech kimga bag'ishlamaganman. Hamid Mallabayev mana shu mashhur hofizimiz birga o'qigan qiziga o'ylanib, farzandsizlik oqibatida 2-3 yil turmush qilib, farzand ko'rmagandan keyin ajrashib ketgan. Shu ajrashib ketdi, u boshqa turmush qilib farzand ko'rdi, bu boshqa turmush qilib farzand ko'rdi. Lekin Hamid Mallabayev menga aytdiki, Ziyon aka, baribir
birinchi muhabbat, ilk sevgi boshqacha bo'lar ekan, haliyam o'sha tuyg'u bilan yashayman, shu bir narsa qilib bersangiz deganda, yo'l-yo'lakay yozilgan xayolimdan o'tibsan qandoq chidaydi. Juda go'zal. Hamidjonni ko'nglidagi va ko'pchilikning qalbida bo'lgan tuyg'uni men bir qog'ozga solganman xolos. Bunaqangi she'rlar juda ko'p bo'lgan, juda ko'p egasiz she'rlar egasini topib olib, to'g'riroq aytganda tuyg'ular o'zimga bo'ysunmay qoladi. O'shanda she'r qilib yozsa, EB'da e'lon qilinganda, masalan, bir siz hali o'sasiz, sizda talab bor. Har qanday obrazga kira olasiz. Mabodo shaytonga bo'lsangiz duchor, bemalol unga dars bera olasiz. Bo'lmasangiz hamki sohibi chiroy, mahliyo qilmoqqa juda ustasiz. Ya'ni har kundan olmoq uchun joy, kunda ming qiyofa, ming xil tusdasiz. Juda o'rinlatib qo'yasiz goho, do'stlar bilan oshnachilikni, kerak bo'lib qolsa eplaysiz, hatto ko'ngil olish uchun qo'shmachilikni. Menchi ne bo'lsam ham shundoq qolaman. Siz hali o'sasiz, sizda bor talant. Menchi ne bo'lsam ham shundoq qolaman. Lekin duch kelganda har gal siz bilan talantsizligimdan xursand bo'laman degan bir she'r yozganman. Bu ham egasini topib qilib yurgan. Aynan bir kishiga bag'ishlangan she'r, hayotda bo'ladigan shunaqangi bir amaliyot odamlar haqida edi. Rahmat ustoz. Bergan javoblaridan juda ham xursand bo'lyapmiz. Rahmat ustoz. Bunday uchrashuvlarga tez-tez kelib turishingizni xohlardik. She'rlarni ham juda chiroyli o'qiyapsiz. Iltimos ko'proq she'rlaringizdan o'qib bersangiz deb yozishibdi. Endi menga ijodimda kimdir e'tibor bergandir, kimdir debsan qaragandir. Ko'proq vatan haqida, yurt haqida, masalan, buyuklik haqida bir she'r yozganman. Xorijlik do'stlardan bittasi bir kun buyuklik haqida gap ketgan edi. Millatimiz buyuk deysiz-u, nechun ular kompyuter kashf etmagan dedi. Shunda men dedimki, bermoq kerak tan, kompyuter yaratmoq bo'lsa hamki baxt. O'zbeklar kompyuter miyaligidan kompyuterga hojat sezmagan hech vaqt bir she'r yozganman. Juda ko'p she'rlar, masalan, men ko'p vatan yurt haqida, Namangan haqida ham maqtanish emas, eng ko'p she'r yozganlardan bittasiman. Namangan haqida juda ko'p qo'shiqlarim bor va ona haqida men odatda uchrashuvlarda ko'p she'r yoddan o'qiyman. Yodlash xotirasi. Lekin ona haqida she'r o'qib desa o'qiolmayman. Onajondan degan dostonni yozdim. Shu singilni chaqirib 2 marta mehmon qilib o'qib beraman deyman, 4 qator o'qiyman, yig'layveraman. Shu ona haqida, ota haqida, mana jon dadamni yozganman, o'zim aytolmayman shuni. She'r qilib o'qib bera olmayman. Yig'lab olaman. Chunki ota onaga bilmadim, nimaga ham muhabbat bor. Men juda ham boshqacha bir muhabbat bilan qaraymanki, endi keyinchalik ustoz haqida ham she'r o'qiy olmay qoldim. Men ulug' Erkin Vohidov, ulug' Abdulla Oripov, ulug' Habib Sa'dullalarning etagini ushlab yomon bo'lmadimki, o'shalar haqida juda ko'p she'rlarni yozganman. Joy yoddan bilaman, o'qib bera olmayman. Bir marta Habib haqida bir xotira she'ringizni o'qib bering deyishdi. Teatr sahnasida o'qib, yarimga borganda yig'laverdim, salom yig'laverdim, qo'shilishibdi. Shu mehr, ota onaga bo'lgan mehr, ustozga bo'lgan mehr, yoki bo'lmasa mana muhabbat haqida juda ko'p she'rlarni qo'shib olgan, o'shalarni she'rini o'qib olmayman. O'lmagan yorimga marsiya degan bir she'r. Unda mashinada baytlar bitmagandim. Shunda mashinada baytlar bitmagandim. Hajrini kuylayin deb bu damni kutmagandim. Eyvoh kuyin ekan yor, men ham bugun bo'sharman, dildan bo'sharman, ammo dardimga dard qo'sharman degan bir she'rlar yozganman. Shuni biror marta o'qib bera olgan emasman-da. Edebiyotda chiqqan, kitoblarda chiqqan, shuni o'qib ta'sirlanib yurishadi. Xullas, aytmoqchimanki, she'r bu alohida bir narsada. Bu she'rni masalan bir kishi ilm qilmasa, bir kishi kashfiyot qilmasa, kimdir vaqti kelib buni qiladi. Lekin bir kishi yozmagan she'rni boshqa odam yoza olmaydi. Chunki meni ko'nglimdagi tuyg'u, masalan, men yaxshi ko'radigan hofiz Kamoliddin Rahimovni kimdir uni yoqtirmasligi mumkin. Kimdir Sherali Jo'rayev, kimdir hozirgi yosh hofizlar. Men ba'zan falon qo'shiqni eshitdingizmi deydi, yo'q. Nimaga? Meni flashdan to'lib qolgan Kamoliddin Rahimov she'r qo'shiqlaridan deb qo'yaman. Kamoliddin har bir she'rini shu o'zimni she'rlarimni qo'shib qilgandan tashqari har bir qo'shig'ini ham deyarli yoddan bilaman desam bo'lmaydi. Shuni ishqiboz bo'lib, haqiqiy muxlis bo'lib shuni ko'pini o'rganganmiz. Shuning uchun ham Kamoliddin haqida alohida kitobim chiqardim, Habbaka haqida xotiralarim, esselarim bor. Bu haqda
ko'p gapirolmayman. Mana shu televideniyega hurmatli intervyu beraverib yig'layapman. Nimagadir ustozlardan man ko'p yaxshilik ko'rganimga ularni nimagadir fikrimni ifodalay olmaymanki, haligi xo'rligim kelib ketadi shunday odamlardan ayrilganim. Umuman ustozlar ulug' aziz bo'ladi. Ustoz endi etagidan mahkam tutib yomon bo'lmaganmiz. Men yoshlarga ham ustozlarga sadoqatli xizmat qilishni, o'shalarga mehr muhabbat qo'yib, ulardagi sir asrorlarni adabiyot ijod to'g'risidagi, san'at to'g'risidagi bir noyob qobiliyatlarini o'ziga yuqtirish asnosida ko'p narsani olib, ko'p narsani o'rgansa, ularga bo'lgan muhabbat ham mustahkam bo'laveradi va ularni ruhi ham tarbiyalab qo'yadi. Shu ustozlarning butun yaqinda Kamoliddin Rahim ustozimizni bir ukalari Zokirjon aka bandachilik qilganlarida yangi hayitga borolmadim. O'sha kecha tushimda Kamoliddin akani ko'rdim. O'g'illar Husan Ziyoddinni aytilmading deyaptilar. Husan'da Allohni qilib Ziyoddin akani aytilmadim deb turadi. Husan she'dama, senga ishonib bo'lmaydi, shuning uchun Kamoliddin aka o'shalarni Husan deyaveradilar. Zillashdim. Darab so'z berishuvdi, minbarga chiqib gapirdim, Kamoliddin akani qidiryapman-da. Ya, Kamoliddin aka borligida gapira olmadim-da, ustoz ishlamadilar deb o'ylanib ketdim. Demoqchimanki, ustozlarning ruhi ham sizni hamisha bilanlardan bir xabardor bo'lib turadi va o'sha yerga borib kelib taskin topdim. Ustozni shu yana bir she'r yozib, qaniydi Kamoliddin aka bo'lganlarda shuni aytadilar deb turdim. Bitta shogirdlari she'r beray deb qiluvdi, bersam-chi, shirali qo'shiq qilibdi, xursand bo'ldim. Demak, o'sha ustozlarga, ota-onaga bo'lgan muhabbat tuyg'ular bilan yozilgan she'rlar sizni ozgina ta'sirlantirsa, ozgina bir yig'latsa yo xursand qilib kuldirsa, o'sha umrboqiy she'rlar bo'lar ekan, qo'shiq sifatida odamlarning qalbiga jo bo'lar ekanda. Bundan chiqadigan xulosa shu. Rahmat ustoz bergan savollaringiz uchun, javoblaringiz uchun. O'zi asli bilasizmi, ijod ahlini ko'ngillari nozik, nafis bo'ladilar. Va shu o'rinda ustoz ota-ona haqida gap ketganda shunday savolim bor edi ustoz, bilasizmi? Sen deb yozilgan she'rlarga qanday qaraysiz? Masalan, aytaylik, ustoz sen quyoshsan, nur taratguvchi degan misrada, ustoz siz quyoshsiz, nur taratguvchi emas, ustoz sen quyoshsan, nur taratguvchi deb sen deb yozilgan otaga, onaga yoki ustozga endi nazokat bu shunaqaki, masalan deylik 18 ming olamni yo'qdan bor qilgan Xudoni sansiriladi. Sen degan narsa bu kamsitish va bo'lmasa hurmatsizlik emas. Aslida masalan Kamoliddin aka meni sansiraydi. Bir kun ukalari Zokir aka, men deputat bo'lib saylanib ketdim, Oliy Majlisga Toshkentga ketdim. Bir kun Kamoliddin aka aytadilarki, "Ziyoddin, aka desam, ana Zokir menga nasihat qilyapti. Nima deb nasihat qiladi desam, Ziyoddinni sansiraman endi. U parlament a'zosi, mamlakat parlamenti eng oliy idora. O'shanga borib ishlayapti u. Televizorda chiqadi, quvonib ketaman. Endi siz Ziyoddinni sansiraman endi, hurmatli odam" desa, nima dedim, aytaymi dedilar. Nima dedingiz? Seni ham sizlarmi dedim. Zokirga deylik, ukalar o'zlari. Ya, men ukangizman. Sen ukang bo'lib nechta she'r yozib bering debdilar. Yozib bering debdilar. Ziyoddin nechta she'rlarni yozib bergan menga, sendan yaqinroq sansirayman dedim. Okamiz berma. Demak, sansirash ma'nosi bu kamsitish emas. Eng yaqin odamni. Hozir men ham ko'p ustozlardan andoza olib, o'zimga eng yaqin bo'lgan qizdir, yigitdir, yosh kattaroq bo'lsa ham sansirayman. Bu yaqinlikni belgisi. Bu haligi o'tda haligi sizlab, haligi istihola qilib yurish emas. Dangal bo'tilib sansirab aytsangiz, nimadir gapni o'zingizni farzandingizga, ukangizga, yaqiningizga aytganda bemalol bo'tilib aytadigan bir oradagi haligi nima desa bo'ladi, begonalik, yotsirash tuyg'usini barham topadigan narsa. Bu bilan hammani sansirayverish fikridan yiroqman. Lekin meni tasavvurim shunaqa, meni tushuncham shunaqa. Meni ham kimdir bir o'ziga yaqin olib sansirasa, men bundan zarracha yoshim katta bo'lgan sari ham hech nima qilmaymanki, demak meni singari o'ziga yaqin olyapti deb xursand bo'laman. Rahmat ustoz. Bu savolni berishimga sabab
O'zim ham ijodga qiziqaman. Ustoz ko'rmagan shogird sifatida qalam kuratib turaman. Shu bitta she'rim bor edi-da, ustozlarga bag'ishlangan. Hijjalab o'qirdim abadalarni, yozibmas, o'ynoqlab yirtardim qog'oz. Menday bilmasvoylar katta qilguncha sochingga oq tushgan bilaman ustoz. Esimda ilk bora o'tirgan partam, mening yonginamda turardi oftob. Rasmli varog'ing yirtganim uchun meni kechirdingmi, alifbo kitob. Esimda alifbo bayram bo'lganda menga o harfini yozib berganing, esimda hattoki bitta kuni eshik ortida jim yig'lab turganing. Yig'lamagin mening hokisorginam, sening farzandlaring baxtga molim, o'sha baxtlarimni bir chetga surib, meni alifboga qaytar muallim degan she'rim bor edi. Bir davrada mana shu she'rni o'qib berganimizda bitta ijodkor emas, bitta ustozimiz aytganlarki, sen qaysi xat bilan shu ustozni sen deyishga jur'at etding deb katta davrada shunaqa gap bo'lganda, shu anchagacha she'r yozishni to'xtatib qo'yganman-da. Yo'q, endi men haligi aytgan fikrimga yana qaytamanki, masalan, Xudoni sansiralgandan keyin bu san degan aytganka bu kamsitish emas, aksincha ulug'lash deb qabul qilish kerak. Endi masalan, ba'zan shunaqa bo'ladi, begona odamni ozgina sizlab turiladi. Yaqinlashgan sari sen o'zingni yana yaqinligini isbot qilish uchun, masalan, men tabiatim shunaqaki, sansirab bir yaqin odamga aylanib qolganimni shundan isbotlamoqchiman. Endi Namanganning o'zining ma'naviyati bor. Namanganning odobi bor. Namanganni prezidentimiz ham mevasidan sheva shirin deylar-ku. Bir zamonlar sheva haqida ham qo'shiqlar qilib ko'pchilik aytib yurgan namanganlik nozanin qiz, bog'laringda mevang shirin. So'zlashmoqqa ochsang og'iz, mutti shevang shirin. Degan saring mutti ichim yonib ketibdi degan she'rlar bo'lgan, qo'shiqlar bo'lgan. Endi masalan, sensirash Namanganning shevasida masalan, birov Andijonga borib, "Falonchi aka, masalan, Abdurayim aka" deb chaqirsa, Abdurayim aka o'yda bo'lmasa, "Yo'q edi" deydi. Namangonda Abdurayim aka chaqirsa, "Yo'q bo'lsa, yo'q edilar" deydi. La degan bir haligi ko'plik qo'shimchasi Namangonda hurmat ma'nosini ifodalaydi. Bu shevada, Namanganning tabiatida, Namanganning naqshasida, Namanganning tipik namanganliklarida, masalan, biz orqasidan ham kattalarni keldilarmi-ki, bo'lma borlarmi, avval keldilarmi, dedim ketdilarmi deb gapirlar-ku. Shu ma'noda endi o'ziga xoslik bor, lekin umumiy masalan yaqin yegangacha o'zidan kattalarni so'z, masalan, men juda ko'p hokimlarga ma'ruza yozganman, boshqalarni falonchi aytganidek degan gap xuddi sansirashga o'xshab, falonchi aytganlaridek deb lar qo'shimchasini sizlash ma'nosida ishlatib yurganmiz. Keyinchalik o'rganib ketdikki, umumiy tamoyilda bu narsa bor, shuning uchun bu erish tuyulmasdan, masalan, o'sha eng yaxshi ko'rgan odamlarni Xudoni sansiraganda Xudo demoqchi emasman boshqa odamlar. Xudo endi yagona qudrat timsoli, uni ilohni hech qanaqangi bir teng keladigan kuch yo'q, lekin ma'lum ma'noda shuni bir erkalanish ma'nosida, bir yaqinlik ma'nosida shunaqangi attenkilarni qo'llasa ham yo'l bor demoqchiman xolos. Rahmat ustoz. Ustoz, siz o'zingiz yozgan she'rga o'zingiz yig'laganmisiz degan savol berishibdi. Hozirgina Usmon Nosir izdoshlari klubi a'zolari tomonidan sizga alohida rahmatlar kelibdi. Ustoz, sizda ustozimiz borligidan faxrlanamiz. Ziyovuddin Mansurning shogirdlariman deyish biz uchun katta sharaf. Bugungi suhbat uchun jamoamiz nomidan alohida rahmatlarimizni aytib o'tamiz deyishdi. Shu o'rinda boshqa qo'shnilarimizga ham aytib o'tamiz. Usmon Nosir izdoshlari klubi, Namangan viloyat yozuvchilar uyushmasi hamda Muhammad Sharif So'g'zoda nomidagi viloyat bolalar kutubxonasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan darslarimiz har hafta mana shu viloyat bolalar kutubxonasida bo'lib o'tadi. Ustozimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli muloqot qilishni istaganlar, ustozimizdan o'zidan darslarga ishtirok etmoqchi bo'lgan o'quvchilarimiz bemalol kelib kutubxonamizda Usmon Nosir izdoshlari klubiga yozilishlari va darslarimizda bemalol ishtirok etishlari mumkin. Shu o'rinda hammalari uchun albatta mana juda ko'plab rahmatlar aytilgan. Barchangizni ismingizni birma-bir keta olmayman vaqtimizda. Shu o'rinda bitta qilib aytaman. Barcha bugungi ishtirokchilarimiz nomidan sizga va Muhammad Sharif So'g'zoda nomidagi viloyat bolalar kutubxonasi nomidan sizga katta rahmatlarimizni aytamiz. Suhbatimiz so'ngida o'quvchilarga, ijodkorlarga bo'lgan so'zlaringiz bo'lsa, marhamat ustoz. Endi men bitta narsani bir ulug' Erkin Vohid ustozimiz bir davrada shunaqangi juda qiziqarli
kishini azart deydi, ashaddiy mujohidlar yig'ilgan davrada tugatib bo'lmaydi-da. Savol bo'laveradi, she'r eshitgisi keladi, takliflar bilan she'r o'qib beringlar. Bir kishi aytdiki, shunday so'z berilganda she'r yozish mahorat devordi, xatto o'tdi. Erkin aka shunday so'zga chiqib eshitish jazorat dedi. Hozir she'r yozadigan ko'p, eshitadigan, uni muxlis bo'lib, masalan, shogirdlar juda ko'p bo'lishi mumkin. Mana faqat ayniqsa tug'ilgan kuni men tutab ketadi. Juda ko'p SMSlar, tabriklar keladi. Men xursand bo'lamanki, men falondan shogirdim deyishdan o'zimni tiyaman, chunki bu ustoz rostmana odam falonchi shogirdim demaydi. Agar shogird men falonchi ustozim desa, bu ustozni juda katta baxti. Yaqinda Shohsanam Ermanbetova degan juda bir ajoyib birinchi ijodi bilan men nazarimdan o'tgan shu imoni butun bu diyorning tog'i ham oqsali o'raydi degan sahifga tushirgan barmoqchimda. Shu sahifa uchun sen shoirsan deb e'lon qilganman. Shu qiz yaqinda telefon qilyapti. Meni yo'qolib qoldingiz deb yurmadingiz, men bekorga yo'qolmadim. Sizni ustozingiz monografga yozdim va falsafa filologiya bo'yicha falsafa doktor degan nima dissertatsiyani himoya qildim dedi. Yolg'on. Endi bu endi shogirdlarning kamoli, ustozlarning jamoli deganda men Toshkentdagi g'ayratiy boshqargan to'garakdan Erkin Oydov, Erkin Salom, Yusuf Shonzib, Qator, Anvar Eshonov, mana shu Usmon Nosir biz boshqa to'garakdan hali dovg'ador shonlar chiqadiki, butun jahon she'riyati, adabiyoti, hamisha adabiyotda sarkardalarni bergan Namangan uchun juda faxrli, iftixorli bo'ladi va o'sha kunlarni Xudodan so'rayman, hammalarga minnatdorchilik va ularning ijodiga otashin degan so'zni Usmon Nosirga qo'llanadi, otashnapas degan so'zni Mashhadga qo'llanadi. Boshqa dunyoda bunaqangi otashnapas shoir yo'q. Namanganda shunaqa shoirlar yetishgan. Ular bugungi kundan oqqanlar, oxir degandek, mana qizlarimiz, yoshlarimiz ham bitta ikkitasini aytib kelib turibdi-yu, boshqalar qabul qilmasin deb ular nomini sir tutaman deb hammalarni xayolimdan o'tkazib turman. Ularga juda katta ijodiy omad, biz yetolmagan ustozlar erisholmagan yutuqlar, muvaffaqiyatlarni shu bularga nasib qilishini yaratgandan so'rayman. Omad tilayman. Rahmat e'tiboringiz uchun, aziz tinglovchilar. Rahmat ustoz, bugungi uchrashuv uchun barcha ishtirokchilarga va albatta ustozimiz Ziyovuddin Mansurga o'z rahmatimizni aytamiz. Keyingi gal mana shunday onlayn uchrashuvda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.